Hamma qo'rquvdi. 5 ta turadigan sher volyeri eshigi ochiq qolgani hisobiga ular chiqib ketgan. Chiqib o'sha qorovulda yeb bo'lgan ekan o'sha borganimizda. Bolalarimiz maktabga jo'natishga qo'rqyapmiz. 17 dekabr kuni Toshkent viloyati Parkent tumanidagi xususiy hayvonot bog'ida qafasdan qochib chiqib ketgan sherlar qorovulga hujum qilib, uni o'ldirdi. Kun.uz voqea joyiga yetib keldi va ayni vaqtda hudud maxsus tasmalar bilan o'rab olingan. Aniqlanishicha, holat soat 05:00 atrofida sodir bo'lgan. Bir qafasda saqlanayotgan 3 ta sher qafasdan bog' hovlisiga chiqib ketgan. Voqea vaqtida maskan tashrif buyuruvchilar uchun yopiq bo'lgan. Hovlidagi sherlar shu yerda qorovul bo'lib ishlovchi 44 yoshli erkakka tashlanib, unga tan jarohat yetkazgan. Fuqaro olgan tan jarohati oqibatida vafot etgan. U hayvonlarni katakka qaytarmoqchi bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, ikkita sher uxlatuvchi dori vositalar qo'llangan holda katakka qaytarilgan. Uchinchisi mahalliy ovchi tomonidan otib o'ldirilgan. Bizga soat 10:30 da telefon qilishdi, shu xo'jayinimga sher chiqib ketibdi, bitta dona sher chiqib ketibdi, o'shani narkoz qilib uxlatib bering deb chaqirishdi. O'shanda keyin bordik, haqiqatan u sher chiqib ketgan ekan. Lekin bitta emas, o'sha 3 ta sher chiqib ketgan ekan. U yerda endi 3 ta ko'rdik, ko'zimiz bilan, bittasini o'lgan deyshti, lekin 3 ta sher chiqib ketgan ekan. Chiqib o'sha qorovulda yeb bo'lgan ekan o'sha borganimizda. Birinchi sher o'sha narkoz qilib otdilar. Uni ana uxlatildi, o'sha chala uyquga ketdi. Ikkinchisini ham xuddi shunaqa otib, etgani anaqa olib kirib qamashdi-yu, shu uchinchisi umuman bo'ysunmagani uchun uni otib o'ldirishdi. O'sha ovchini chaqirishdi, mana shu ovchisi bor, o'zi o'sha bolani chaqirib, uni otib o'ldirishdi uchinchisini. Zoopark ichida bo'lgan. Chunki zoopark tashqariga chiqmasligi uchun harakat qilindi, chunki bu yerda shuncha bola chaqa, oila, ko'pchilik yashaydi, o'shaning hisobiga ichkarida bo'ldi. Hamma odamlarni o'sha setka tomoniga qo'yib qo'yildi. Chiqib ketmasligi uchun qo'rqitib, baqir-chaqir qilib o'sha ushab turishdi, ko'chaga chiqib ketmasligi uchun. Yo'q, hayvonot bog'ida sherlari ko'p. 10 tacha sher bor, katta sherlardan. Volyer, har 2 xil, 3 xil volyerga sherlar olib qo'yilgan. O'sha 5 ta turadigan sher volyeri eshigi ochiq qolgani hisobiga ular chiqib ketgan. Voqea joyiga soat 10:00 larda huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari borib, hodisa joyi va marhumning jasadi qoldiqlarini ko'zdan kechirgan. Hamma qo'rquvdi. Nafaqat bu tepada, chunki biz endi u narsani bilmaganmiz, bolalarimiz bitta-bitta hammasi o'zi ketganda maktabga. Hozir mana qish mashinalar yurmayapti, o'sha hisobiga peshko'p o'zligi tushib ketishgan. Hech kim bilmaganda buni chiqib ketgani, uni o'sha 10:30 gacha yetishmagan, shu aholini ogohlantirishmagan. Bolalarni chiqarmanglar, boshqa qilmanglar. Lekin 7 da o'sha undan oldinroqmi kelib, ular bilgan bo'lgan o'sha narsani. Hayvon chiqib ketganini, sher o'sha hovlida yurganini ko'rgan bo'lgan o'sha ishchilari, o'shani bir og'iz ham mana shu yerda yashaydigan aholiga aytib qo'yishmagan. O'shani hisobiga keyin biz o'shandan lekin xapamiz. Chunki aytish kerak edi. O'sha odamlarga bolalarni chiqarmanglar mana qilib. Endi hozir qo'rqyapmiz. Chunki ilojimiz yo'q. Nima deydi, yana bittasi yo'q deyilyapti. Endi o'lgan deb aytishyapti ular. Rostmi yo haqiqatan chiqib ketganmi, unisini bilmaymiz lekin. Odam qo'rqyapti. Bolalarimiz maktabga jo'natishga qo'rqyapmiz. Bosh prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, parkda mavjud bo'lgan barcha yirtqich hayvonlar sanoqdan o'tkazilib, ular joy-joyida ekanligi va kataklar mahkamlangan holdaligi aniqlangan. Holat yuzasidan Parkent tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.